قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 20-darsni o'qiymiz. Endi bu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, biz o'tgan soatda sanoq sonlarni 10gacha bo'lgan sanoq sonlar bilan tanishib chiqqan. Shundaqla o'g'illarni, ya'ni erlik shakldagi ismlarni sanashni o'rgangan. Endi bugungi darsimizda biz ayollarni, ya'ni ayollik shakldagi ismlarni sanashni o'rganamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, biz o'tgan soatda tushuntirganimizdek 1-2 da sanalg'uchiga son egishidi. 1-2 da. Ya'ni masalan, bir qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, talibatun wahidatun keladi. 2 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, talibatan va ithnatan keladi. Endi 3 dan tartib 10 qadar aksiz keladi. Ya'ni sanalg'uchi ayollik bo'lsa, son qanday keladi? Erlik shaklda. O'tgan soatdagi darsimizda sanalg'uchi erlik bo'lsa, son qanday keladi? Ayollik keladi. Dal aksicha. Qaraydigan bo'lsak, 3 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, thalathu talibatin. 4 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, arba'u talibatin. Mana hammasi qanday shaklda sanlar? Erlik shaklda. Khamsu talibatin. 6 talibatin. 7 talibatin. 8 talibatin. 9 talibatin. 10 talibatin. Deb mushu bo'yicha keladi. Xo'sh, unda bo'lsa buning misollarini tekstdan ko'raylik. Avvalo yangi so'zlarni o'qitaylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Al-majallatu, jurnal. Majallat, jurnallar. Indoneziya, Indoneziya. Al-harf, harf, huruf, harflar. Al-kalima, so'z, kalimat, so'zlar. Xo'sh, unda bo'lsa tekstni o'qiylik. Ad-darsul 20, 20 dars. Bu Leyla bilan Salmanning o'rtasidagi dialog. Ya'ni ikki qiz o'rtasidagi dialog. Ya Salma, afi faslika talibatun min as-Sin wal Yaban? Ey Salma, sinfingizda Jungudan va Yaponiyadan qiz o'quvchilar bormi? Na'am, fi faslina 5 talibatin min as-Sin va 4 talibatin min al-Yaban. Ve 8 talibatin min Indoneziya. Shunda sinfimizda Jungudan 5 qiz o'quvchi, Yaponiyadan 4 qiz o'quvchi, Indoneziyadan 8 qiz o'quvchi bor. Leyla. Ve fi faslina 3 talibatin min al-Hind ve 6 talibatin min al-Filippin ve 7 talibatin min Türkiye. Sinfimizda Hindistondan 3 qiz o'quvchi, Filippindan 6 qiz o'quvchi, Turkiyadan 7 qiz o'quvchi bor. Salma. Kam uxtallaka ya Leyla? Leyla, sizning qancha qiz bir tuqqaningiz bor? Leyla. Li 3 akhawatin. Mening 3 qiz bir tuqqanim bor. Va kam akhan laki? Va sizning qancha o'g'il bir tuqqaningiz bor? Li 5 ikhwatin. Mening 5 o'g'il bir tuqqanim bor. Laki 3 akhawatin va 5 ikhwatin. Sizning 3 qiz bir tuqqaningiz va 5 o'g'il bir tuqqaningiz bor. Naam. Va kam akhan va ukhtan lak? Shundaq. Sizning qancha o'g'il va qancha qiz bir tuqqaningiz bor? Li 4 ikhwatin va 4 akhawatin. Mening 4 o'g'il va 4 qiz bir tuqqanim bor. Li zamilatun ismuha Khadija. Mening savoqdishim bor. Uning ismi Khadija. Laha, uning 8 o'g'il bir tuqqani va 8 qiz bir tuqqani bor. Xo'sh, unda bo'lsa, tekst qaraydigan bo'lsak, Laki 3 akhawatin. Sizning 3 qiz bir tuqqaningiz. Demak, bu yerdagi sanamoqchi bo'lgan sanalg'uchi akhawat qiz bir tuqqan bo'lganligi uchun son qanday keldi? Erlik keldi. Va 5 ikhwatin. 5 o'g'il bir tuqqan. Sanalg'uchi ikhwatin 5 o'g'il bir tuqqan. Erlik bo'lg'achqa son qanday keldi? Ayollik keldi. Demak, bu darsimizda o'tgangi soatlik va bugun o'rgangan darsimizningki
grammatikaları so'zlandi. Xo'sh, unda bo'lsa tamarin, ko'nikmalar. Birinchisi iqro vaktub, o'qib yozing deydi. Biz buni so'zlab bo'lgan, shunda o'zi bir qitim o'qib o'tib ketaylik. Falatu talibatin, 3 qiz o'quvchi. Arba'u talibatin, 4 qiz o'quvchi. 5 talibatin, 5 qiz o'quvchi. 6 talibatin, 6 qiz o'quvchi. 7 talibatin, 7 qiz o'quvchi. 8 talibatin, 8 qiz o'quvchi. 9 talibatin, 9 qiz o'quvchi. 10 talibatin, 10 qiz o'quvchi. 8 talibatin, 8 qiz o'quvchi. Bu sonlarninki o'tgan soatlik va bugungi darsimizdagi sonlarni yodlaysizlar. Ikkinchisi iqro vaktub, o'qib yozing. Xo'sh. Birinchisi fi baytina 3 ghurafin. Uyimizda 3 yatak var. Ghuraf qanday shakllik? Ayollik shakllik. Bu ghuraf ayollikning ta'siri yo'q bo'lsak, bunun birligiga qaraymiz. Birligi nima? Ghurfatun, oxiri tayba, ya'ni ayollik. Sanamoqchi bo'lgan narsa ayollik bo'lganligi uchun san qanday keldi? Erlik keldi. Uyimizda 3 yatak var. Fil jamiati 10 hafilatin. Universitetda 10 avtobus var. Hafilat, birligi hafilatun deb ayollikning ta'siri bo'lganligi uchun buni erlik shaklda keldi san 10 deb. Üçüncüsü fi hadihil medrese 8 müderrisatin. Bu mektepte 8 ayol o'qituvchi bor. Ayol o'qituvchi, ya'ni ayol bo'lganligi uchun sanamoqchi bo'lgan narsa san qanday keldi? Erlik shaklda keldi. Xo'sh, unda bo'lsa, qolganini o'zinglar ishlaysizlar. Üçüncüsü acib anil as'ilatil atiya musta'milan al-adad al-mazkur amamaha deydi. Tuandik savollarga javob bering. Oldida so'zlangan sonni ishlatgan holda. Xo'sh, oldida sonni ba'di shu sonni ishlatib turib biz ishlaymiz. Qaranglar. Birinchisi, kim aqallak? Sening qancha o'g'il bir tuquning bor deydi. Nima deymiz? Li sittatu ikhwatin. Mana 6 o'g'il bir tuqunim bor. Sanamoqchi bo'lgan narsa o'g'il bo'lganligi uchun sittatu deb oyaliq shaklda kelamiz. Ikkinchisi, kim o'qitallak? Qizni so'rayotdi va sening qancha qiz bir tuquning bor? Bunda deymiz li khamsu akhawatin. Ya'ni khamsu deb erlik shaklda eklamiz sanni. Nima uchun? Akhawatin ayollik bo'lganligi uchun. Mening 5 qiz bir tuqunim bor. Kam baqaratan fil haqli deydi va etizda qancha kala bor? Xo'sh, qanchani 10. Etizda 10 kala bor. Bunda deymiz fil haqli 10 baqaratin. Qancha kala bor? Etizda 10 kala bor. Xo'sh, qolganini o'zinglar mushu bo'yicha ishlaysizlar. Dördüncüsü iqra'il cümelil atiye vektubha ma'a kitabetil a'dadil varideti fiha bil huruf deydi. Tüendeki cümlelerini okun ve onunda kelgan sonlarni harf bilan yozish bilan birga yozing deydi. Bizda bu yerda bizga bu yerda sanoq sonlarni son bo'yicha berdi. Biz buni harf bo'yicha yozamiz. Masalan, li nima deymiz? Ikhwatinkan o'g'ilkan. Li arba'atu ikhwatin ve 3 akhawatin. İkincisi, Muhammedun lahu, Muhammed onun 5 oğlu ve 8 kızı dedi. Bunda olsa Muhammedun lahu 5 abna ve nima 8 banatin. Kız boğaçqa 8 deb bu erlik şekilde keladi. İndi 10 kutubin ve 7 majallatin deymiz. Çünkü kutub erlik bo'lg'achqa san ayollik, majallat ayollik bo'lg'achqa san qanday keladi? Erlik keladi. Xo'sh, endi buning qolganini o'zinglar ishlaysizlar. Beshinchisi uktubil adada min 3 ila 10 waj'al kull min al-kalimat al-atiya ma'dudan lah deydi. 3dan 10 qadar sanni yozing va tuandik so'zlardan hammasini onunga sanalg'uchi qiling. Ma'dud sanalg'uchi qiling deydi. Xo'sh. 3'ten tartib mesela 4 maşina, yak 3 maşina. Ne deymiz? 3 maşina degan ne? 3 seyyaratin. Demişqa ayollik bo'lganlik uchun son qanday keladi? Erlik. O'qtun 4 qiz bir tuqqan demakchi bo'lsaqchi, 4 akhawatin. 5 o'quvchi demakchi bo'lsaqchi, 5 talibatin. Mana shunga o'xshash. Qolganini o'zinglar har biriga bir jumla tuzab ishlaysizlar. Xo'sh, savoqlash unda bo'lsa, bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.